Buxoro shahar texnologiya fani o'qituvchilari uchun navbatdagi kasbiy rivojlanish kuni o'quv-amaliy tadbiri bo'lib o'tdi. Unda zamonaviy ta'lim metodlari va o'quv jarayonlarida yangiliklar muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan keyingi lavhada tanishasiz. Kuni kecha Buxoro shahar 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida texnologiya fani o'qituvchilari uchun navbatdagi kasbiy rivojlanish kuni o'quv-amaliy tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi tashabbusi bilan tashkil etilib, unda texnologiya fani bo'yicha mentor va yetakchi o'quvchilar ishtirok etdi. Tadbir davomida pedagogik mahorat markazining texnologiya fani metodisti, master trener sifatida qatnashib, ishtirokchilarga zamonaviy ta'lim metodlari, dars jarayoniga innovatsion yondashuvlar hamda fan bo'yicha o'quv yangiliklari yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berdi. Mana bugun Buxoro shahar 29-umumiy o'rta ta'lim maktabida texnologiya fani o'qituvchilari uchun kasbiy rivojlanish kuni o'quv tadbirida master trener sifatida ishtirok etyapman. Kasbiy rivojlanish kuni o'qituvchilarning bilim va malakasini oshirish, zamonaviy metodlarni o'rganish hamda tajriba almashish uchun muhim o'quv tadbiri hisoblanadi. Ushbu tadbirlar orqali pedagoglar dars jarayonini yanada samarali va interaktiv tashkil etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kasbiy rivojlanish kuni o'quv tadbiri o'qituvchilarga zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tanishtiradi, dars sifatini oshiradi, tajriba almashish va hamkorlikni kuchaytiradi. Kasbiy rivojlanish kuni doirasida o'qituvchilarning nazariy bilimlari amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlandi. Jumladan mashg'ulotlarda Word-Well dasturi asosida mavzularni mustahkamlash, meva hamda sabzavotlar so'zlaganda, savatcha hamda tikuvchi chevar kabi interaktiv metodlardan samarali foydalanildi. Bugungi kunda ta'lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Kasbiy rivojlantirish kuni ham mana shu islohotlarning samarasidir. Kasbiy rivojlantirish kunlari orqali texnologiya fan o'qituvchilari fanlarni yangi metodlar asosida o'tish, fanlarni yana samarali qilishga bu kasbiy rivojlantirish kuni juda ahamiyatli bo'lib kelmoqda. 4 kun davomida master trenerlar tomonidan tayyorlangan mentor o'qituvchilar bugungi kunda Buxoro viloyatining barcha tumanlarida texnologiya fani bo'yicha yetakchi o'qituvchilar uchun 8-marotaba o'quv mashg'ulotlarini tashkil etib kelmoqda. Bu esa tajriba almashish, bilimlarni ommalashtirish hamda ta'lim sifati oshishiga xizmat qilmoqda. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi texnologiya fani o'qituvchilarining kasbiy salohiyatini oshirish, darslarni zamonaviy metodlar asosida tashkil etish hamda o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Chunki aynan texnologiya fani o'quvchilarda ijodkorlik, mehnatsevarlik va kelajak kasbiga bo'lgan qiziqishni shakllantiradi. Natijada o'qituvchilar yangi metod va yondashuvlarni dars jarayonida qo'llash imkoniyatiga ega bo'lsa, o'quvchilar bilimlarni amaliy mashg'ulotlar orqali yanada mustahkamlab boradi.